o'sha hech ikkilanmasdan Allohim o'zing nasib qilgan vaqtga mani o'sha yoqqa borishimni nasib qildi yozganman. Shunaqa ro'za Ramazon oyiga anaqa to'g'ri keldida. Keyin yana xo'jayinim aprellarga mo'ljal qilib o'sha vaqtda borasan agar dedilar-da. Keyin yo'q, shu Ramazon oyiga borgim kelyapti dedim. Yo'q, Allohning o'zi shunaqa pul yo'llari ham ochilib ketgan. O'sha xo'jayinimga o'sha ishonch bildirganim uchunmi bilmayman. Mayli, bor oyijon dadajonlar ham boring, kelin o'qing, o'rganing, izlaning, sizni podishka qilamiz deyishadi. Allohga shukr. Yo'meho terapiyani o'sha Instagramdan sizni kuzatganimga nima ekan, u qanaqa massaj turi ekan degandaman. Hozir bitta hamma texnikalaringizni ko'raman, ko'rsatasiz, o'rgatyapsiz. Juda xursandman o'rganayotganimdan. Ostopatiyani, mana shu Toshkentdan olib ketgan yangi bilimlarimni Shahrisabzda uncha massajistlar qo'llamaydi. Kattalar massajiga ham, bolalar massajiga ham, ayniqsa shu kattalar